Ma'lumki, inson organizmida yillar davomida ma'lum bir o'zgarishlar vujudga keladi va shu o'zgarishlardan biri bu erkaklardagi testosteron gormoni, ya'ni uni erkakni belini quvvati bo'lgan testosteron gormonini yillar davomida pasayib borishi holati. Erkaklar organizmida testosteronni kamayib borishi bu o'zi tabiiy holat. Yosh katta bo'lgan sari u turli insonlarda o'z vaqtida o'zini ko'rsatkichi, kimda bu 55 yoshda, 40 yoshda ko'rsatadigan bo'lsa, kimda bu 70 yoshda biz unda endi testosteron, o'sha androgen defitsit holatlarini kelib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni uni shikoyatlari o'sha paytda ko'zga ko'rinadi. Ammo buni tezlashtiradigan holatlar mavjud. Xo'sh, androgen defitsit holatini keltirib chiqaruvchi, tezlashtiruvchi qanday omillar bor? Bu birinchisi bu bugungi kunda bu semizlik. Afsus, bizda semizlik holatini uzoq yillar davomida buni kasallik sifatida qaralmagan, chunki buni kosmetik ko'rinish nuqtai nazaridan qaralgan, ammo bugungi kunda semizlikni og'ir xastaliklar turkumiga kirgani va uni xususan shu tanadagi gormonal o'zgarishlarga olib kelishi, shu bilan birgalikda o'sha testosteron gormonini miqdorini pasayishi yoki uni aktivligini pasayishiga sabab bo'lishi bugungi kunda hammaga ma'lum.